Men sizlarga bugun shunaqa video ko'rsataman. Sizlar bo'lsa videoni qarindoshlar, o'rtoqlar, yaqinlar gruppasiga tashlab qo'yasizlar. Bugun biz mana bochkani tepasida joylashgan mana Adirliga keldik. Joy mutlaqo tekin. Mana ko'rishinglar mumkin. Bizdan boshqa hech kim yo'q. Umuman hech kim yo'q. Mana yon atrofdan o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Bu videoni qarindoshlarga tez jo'natib, o'rtoqlarga tez jo'natib, mana shunaqa piknik qilib o'tiradigan yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, chunki vaqt o'tib ketyapti, buni keyin isib ketadi, bunaqa o'tiradigan sharoit ham bo'lmaydi. Hozir ko'rishinglar mumkin, yam-yashil. Mana bu yerda biz joylashdik. Mana ovqat qilyapti. Ovqat sizlarga ko'rsataman mana. Bismillah mana. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Dimlama qilishyapti. Mana hech kim yo'q bizdan boshqa. Bu videoni lokatsiyasini Instagramdan olishinglar mumkin. Bu videoni shunaqa qarindoshlar, o'rtoqlar, sinfdoshlar yig'ila olmayotgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Zora foydam tegib, sizlar ham yig'ilib, mazza qilib dam olishinglarga sababchi bo'lib qolsam. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, komment yozib qo'yinglar, xursand bo'lamiz.